o'zi olib ketishyapti deb moyini kam qilib qo'yadi. Bu holatlarda biz garantiya bermaymiz bunga. Ko'rsatma asosida zabt qilsa, hech qachon generator sovuqdan, qishdan umuman qiynalmaydi. Bu necha kilovatli endi bu dvijokimiz? Bu dvijokimiz o'zi 3 kilovat. 3 kilovat chiqaradi. Hozir biz klient qilamiz. Bu generatorni klientga shundoq berib yuborishdan tashqari o'zimiz benzinini, moyini olib kelib, nasiblash o'tkazib, to'g'ri uстановkasini qilib beramiz o'zimiz. Ko'pincha klientlar o'zi olib ketishyapti deb moyini kam qilib qo'yadi. Benzinni boshqa mana yaxshi benzinlardan qilmasa sabab qilish olmaydi. Oldingi eski variantlarda benzinga moy aralashtirib qo'yilardi, bu unaqa variant emas. Hozir mana moy urug'i kam bo'lsa, kelasi soatda. Necha litr moy quyiladi mashinada? Moy 600 grammdan 800 grammgacha ketadi. Endi bu zavodda o'zi moy quyiladi, chunki buni motor aylanayotgan tekshirishda moy quyiladi. Kimdir buni zavod qilsa, motor ketib qolmasligi uchun o'zi zavodskiy moy bo'ladi. Shuni hisobiga qancha quyilganini bilmaymiz. 200 grammdan 100 grammgacha qo'yadi. Bo'ldi. Hozir mana moyi to'liq joylashib, 1 litr moy quyganmiz. Bunga 5 ga 30 moy quyiladi, 5 ga 30. Hozir mana 600 gramm bo'ldi. Aka, endi mana hozir qancha quyganingizni qayerdan urug'in degan narsa bormi bunda? Ha, urug'ini bor. Urug'ini unda mashinalar anaqasiga o'xshab o'zini shupi bor. Hozir buni burasangiz rezbaga oxirigacha, rezbani oxirigacha burasi o'zi ko'rinadi. Salom. Mana hozir buradik, yana yechamiz. Moy urug'iga keldi. Moy urug'iga keldi. Endi bemalol zavod qilsa bo'ladi. Benzinni quyib. Bo'ldi. Zavod qilish jarayonini ko'ramiz. Aka, ma'nosi qanaqa endi bunisi? Bunisi bundan bitta kilovat pastroq yuradi. Faqat uni maklitari sal kichkina bor. Hozir vazifasi bir. Vazifasi bir. Dovushlari qanaqa? Dovushlari bir xilmi? Просто misol chog'ovani motor, akkumulyator hamma narsa bir xil. Bo'tkini ikkita olib keldik, aka. Ikkita olib kelgan sababi bu klient so'ragani, bu ikkinchi klientga. Ha. Bunda variantga chiqmaydi naborda. Ha. O'shaning buni variantasidan foydalanaman. Ha, tushunarli. Hozir siz bugunning o'zida bu ikkita klientni urib ketasiz hozir, mana shu tarafga. Hozir mana shu ikkita klient. Ha, tushunarli. Bo'ldi, hozir zavod qilish jarayonini ham kuzatamiz. Benzinlar 92, eng past 92 bo'lishi kerak. Shu joylardan olinsa, qancha ketadi? 92 bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham filtr bilan quyish kerak endi. Nima bo'lsa ham filtr. Tushunarli. Aka, kelib buni sho'tga olib kelib, yoqib berib zavod qilishga pul olasizlarmi, olmaysizlarmi sizlar? Agar klient Toshkent viloyatida bo'lsa, mana shu zavod yaqin bo'lsa, shu ishlarni qilib beramiz. Bo'ldi. Bu switch alishtirish uchun pulchi. Mana akkumulyator o'tirib qolsa, navoda kirkirish qilish kerak. O'zining ichidan ikkita kal chiqadi. Har doim tekalchini olib, tekalchini nafasga olib qo'yish kerak. Generator o'zi turish xavfli edi. Yosh bolasi bor, unga xavfli. Yaqin olib kelsangiz, mana bu benzinni kelayotgan yo'limizda kran bor. Bu ochiladi har doim. Keyin bu bitta porshili bo'lgancha xuddi mashinada eski patsosli singari start stop borda bu yerda. Mana shu ozgina biror turish kerak. Shuni zavod bo'lish qiynalmaydi. Zavod bo'lgandan keyin buni yaxshi solib qo'yish kerak.
zavat bo'lishi qiyin bo'lgan sababi buni ichiga quyilgan moy bitta aylanib olish kerak, tursa ham. Aylanib kelgan zavat bo'ladi. Ko'pga bor moy yo'q bo'lsa, kam bo'lsa zavat bo'lmaydi. Endi bu yog'iga bitta zavat bo'ladi. Mana kal yoqiladi. Bu akkumulyator navoda o'tirib qolsa, o'sha zavat qilishni ham faqat mana shu holatiga. O'lab. O'zimiz choy ichinglar, salom suvda. Bo'ldi, xo'p. Va chumog'i